Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet 31 Ağustos günü Uyghur rayonidagi kişilik hukuk ahvoli to'g'risidagi dokladni rasmiy e'lon qildi. Dokladda Xitoyning Uyghur rayonida insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotgan bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. Dokladda bildirilishicha, xalqaro jinoiy ishlar qonuniga asoslanganda Xitoy hukumatining Uyghur va boshqa musulmonlarni xohlagancha tutib, qiyin qistoq elishi, ayollarni xo'rlashi va ularni tuhmat qilib etishi, oilalarni vayron qilib, ota-onalar bilan bolalarini bir-biridan ayirib etishi qatorliqlar xalqaro jinoyat, ya'ni insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirdi ekan. 48 patlik bu dokladda Xitoyning terrorizm va asabiylikka qarshi shakllantirgan qonuniy va siyosiy ramkasi, Uyghur va boshqa millatlarni tutib sulash va ularni erkinlikdan ayirib etishda qo'llangan boshqa razil vositalar haqida ma'lumot berilgandan boshqa, atalmish qayta tarbiyalash markazlarining sharoiti va u yerdagilar uchragan muomala, kishilarning e'tiqod, madaniyat, til, ishlab chiqarish va ish qurilishish jihatdagi kishilik huquq ahvoli, oila a'zolarini bir-biridan ayirib etish va majburiy g'oyib qilib etish, qo'rqitish, tahdid solish va o'ch ilish qatorli qilmishlar ko'rsatib berilgan. Xitoy hukumati bu dokladning e'lon qilinishiga izchil qarshi turib kelgan bo'lib, Wall Street jurnalining xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 31 Ağustos kuni bu haqda bayonot berib, bu dokladning e'lon qilinishiga qarshi turganligini bildirgan. 今天是31号，是他离任的最后一天。关于你提到的涉新疆报告，中方已经多次表明严正立场，我们坚决反对联合国人权高专办发布所谓涉疆报告。 Ammo Michelle Bachelet Xitoyning besimi va to'sqinliklariga qaramay, PDTdagi vazifasidan ayrilgan eng oxirgi kunda bu dokladni e'lon qilgan. 我们坚决反对联合国的人权高专办发表这样一份非法、无效、完全是虚假信息大杂烩的所谓的报告。